Natijani aytishdan oldin bitta narsani aytmoqchiman. Mana men hozir prямой efir yoqib turibdi. Men prямой efir bo'yicha hozir juda ko'p insonlar menga bo'g'im deb yozishdi, lekin 300 ta odamgina faqatgina nomer qoldirishdi. Ular bilan gaplashdim. Bilasizlarmi nima deyapti? Beloronni narxini eshitgandan keyin voyda dorishadi, buncha qilma. Men algon ichyapman, nutva ichyapman, yana plazma lifting degan bor, o'zini anaqa plazmasini olib bo'g'inga qo'yadigan. Bular hech narsa, bu hammasi временный effekt. Birontasi ham sizga yordam bermaydi. Birontasi ham mana hozir juda ham yaxshi konseptni eshitdinglar, juda ham yaxshi mana bu sistemani tushundinglar. Zo'lipa beloronni преимуществолari hammasini tushuntirib berdilar. Bo'g'inimiz uchun anatomiyasini ko'rdinglar. Anatomiyasi bilan ko'rgan odam o'zi tushunadi, bo'g'inimiz nimadan iborat, unga nima kerak. Mana shu to'g'risida yaxshi tushunchaga ega bo'lgan hech qayerga bormaydi. Tabiiy yo'nalish bo'yicha faqatgina shu sistemadan foydalanadi. Endi qarang, men qisqagina qilib o'zimni natijamni aytib beraman. Men 2020-yilda agar klubga kelib a'zo bo'lgan bo'lsam, sog'lig'im bo'yicha, yuragim bo'yicha, davleniyam, varikozim bo'lib kelgan bo'lsam, men 2 oyda juda ham yaxshi natija olganman programmalar bo'yicha. Men aynan mana bo'g'inlar bo'yicha problema bilan men o'sha 2020-yilda sentyabr oyida 19-sentyabr esimdan chiqmaydi. 19-sentyabr kuni agar men mana boshimga ozgina kulfat tushdi, ya'ni juda ham og'ir avtohalokatga uchraganman. Og'ir deganim sababi men nagraniya жизни deydi, ya'ni hayot chegarasida kelib qolganman, chunki juda ham ko'p qon yo'qotganman. 16-go'rbalisiga meni olib borishgan, tanish-bilishlar orqali reanimatsiyaga qo'yishgan. Bo'lmasa men palatda yotgandim. Yarim sutka bo'lgandan keyin meni tanish telefon orqali nimaga qo'yishdi, menga rahmat ham. 16-go'rbalisi ishlaydiganlar ko'rayotgan bo'lsa rahmat. Hammasi menga ekstreniy pomosh оказать qilishdi. 5 kundan keyin palataga olishdi. 5 kundan keyin meni uyimga yotgan holda, qimirlamagan holda uyimga o'sha kravatda jo'natishdi. Nima uchun qimirlamagan? Chunki uyga kelgandan keyin vipiskani o'qib ko'rsam, endi vrachmanku, qiziqishim keldi, nima bo'lgan ekanman deb o'qib ko'rsam 9 ta suyagim singan ekan. 9 ta. O'shaning uchun ekan nafas olsam havo yetishmayapti, qovurg'alarim singan, belim qimlasam belim umurtqa pog'onam singan, ключицам singan, qo'lsam suygan, hatto bosh suyagim mana qarigacha charda o'rnida turadi. Bosh suyagimdan ham juda ham katta pashti fantaga o'xshab, bir sutkadan o'xshab qon oqishni to'xtatish olmagan. Aytmoqchimanki, juda ham ko'p qon yo'qotganman. Bu bilan va men komandamga rahmat. Palataga chiqqan kunim, ertasi kuni men sponsorim Zulfam bir setka mahsulotlarni olib kelib berdilar. Hammasi mana bu sistemaga anaqa detox plus prolejni bo'lmasi uchun ichishga uchun yana mahsulotlar, suyaklarni bitish uchun yana mahsulotlar, tozalash uchun mana suyak sistemasi bo'yicha hamma mahsulotlarni yetkazib berdilar. Menga aytdilarki, sen 2 tadan 2 ta kapsula emas, 4 tadan 3 mahal ichasan. Ya'ni dozam juda ham katta, ichishing kerak bu holingda, oyoqqa turishing uchun dedilar. Mana bilasizlarmi, menga dunyo qorong'i bo'lib ketganida o'sha paytda vrachlar aytdiki, bu holatingizda agar 2 yilda oyoqqa turib ketsangiz, siz omadli odam hisoblanasiz. Yoshing 60 ekan, 61 ga to'lgan edim o'sha yili. Ya 60 ga to'lgan yilim, hozir 65 da. 5 yilga bu rezultat menga yetishgan deganda men 2 yil shunaqa yotarkanmanmi? Представьте, qilinglar, 2 yil qimirlamasdan, chunki bu yoqqa bilsam og'riydi, bu yoqqa bilsam og'riydi, sal qilmasam spetsialniy kravatlar bor, opda degruzitka qilingan. O'sha narsani bolalar internetdan topib berishdi menga, internetdan uyga olib kelib berishdi. Bir oyga arendaga olishdi, ko'ramiz deb. Xullas qilib aytmoqchi bo'lgan, o'sha yerda yotgan holatda, qimirlamagan holatda mahsulotlar ichishni boshladim. Sekin-sekin o'tirdim. O'tirgan joyimda ichishni boshladim, chunki stulchigi bor, ovqatni ham anaqani ham ichishni boshladim, mahsulotlar ham o'tirdim. Sekin-sekin mana shu 19-sentyabrdan o'tib 20 kun sananglar, 20 kun ichida men sekingina kravatimdan tushib hojatga bora boshladim. Qo'lim bilan devor ushlab, qo'rqib bora boshladim. Bir oy deganda esa, hozir sentyabr bo'lsa, 20-noyabr kuni, oktyabr kuni men o'z oyog'im bilan mana shu 9 ta sinig'im bitgani uchun o'z oyog'im bilan travmatga borib kontrolni simda o'tdim va nima deydi, hamma bo'g'indagi nimalar, natijalar, yaxshi natijaga erishgan, hammasi bitgan deb. Endi holimdan ham bilaman, lekin baribir kontrolni simga borishim kerak edi. Juda yaxshi natijaga erishdim. O'shaning uchun sizlarga
o'zimdan o'tganim uchun, o'zimni boshimdan o'tgani uchun, undan keyin mana bo'g'imni, undan keyin mana beluronni keyin bo'g'imlarga yetishni boshladim, chunki mana Zulfiya aytgandek, yosh o'tgan sari gialuronik kislota kamayib ketadi. Hozirgi kunda bemalol kuniga 15 ming, navbatdan 10 ming, 17 ming bo'lib ketib qolar ekan. 10 dan 15 minggacha har kuni yuraman. Bemalol mana metroni juda ham chuqur, ikkinchi liniyangizga tushgan odamlar biladi. Rosa ham past anaqasi, lesnitsalari. Mana shu bemalol og'izsiz, nafasim qo'l bo'g'masiz yuraolaman. Menda shunaqa natijalar, yana kimda natija bo'lsa, qo'shimcha aytishinglar mumkin. Shunaqa zo'r natijalarimiz bor.